Qorningiz garmoshka bo'lib ketishini xohlamasangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Ko'pgina ayollarimizda homiladorlik vaqtida qorinda, belda, bo'ksa qismlarida hamda ko'krak qismlarida aynan shu rasyashkalar, striyalar paydo bo'ladi va ularni tug'ruqdan keyin ketkazolmay qiynalib yurishadi. Lekin ularni oldini olish mumkin. Buning uchun siz quyidagi maslahatlarimga rioya qiling. Birinchisi, bu yetarli miqdorda suv ichishingiz, ya'ni kuniga 2,5 litr suv ichishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bu yetarlicha oqsil yeyishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kunlik doza sizda 60-70 grammni tashkil etishi kerak. Oqsil esa tuxum, go'sht va ba'zi bir dukkakli mahsulotlarda bor. Shularni har kuni yesangiz, sizda kollagen ishlab chiqarishni ta'minlab beradi. Uchinchisi, bu kerakli vitaminlar, ya'ni sink, omega 3, askorbin kislotasi, bular ham kollagen ishlab chiqarish uchun yordam beradi. To'rtinchisi, bu yengil massajlar. Aynan shu striyalar tushadigan joylarni doimiy massaj qilib tursangiz, qon yaxshi aylanadi va terining elastikligi yaxshilanadi. Beshinchisi, bu sizda tarkibida bor, ya'ni shi moyi, kakao moyi, gialuron kislotasi, vitamin E hamda centella asiatska moddalari bor kremlarni ishlatishingiz. Bular ham terini namlab turadi. Lekin ba'zi bir holatlarda striyalar nima qilsangiz ham baribir tushadi. Bunga sabab esa nasliy moyillik va genetika bo'ladi. Bu videoni aynan homilador ayollarimizga yuborib qo'yishni unutmang.